olganda sen naqd pul tashlaganlik qilib tur yutib chiqa olmagan hamyurtlar mana yana bitta motoblokka chizilimimiz bitdi. Bu zakaz qilgan qo'limiz. Mana bu mashinalar bilan oldi. Endi bu hozir bu yettali motoblokka eng baquvvatimiz yaqin. Assalomu alaykum. Yettali motoblokka eng baquvvatimiz bu sho'lerdan qilingan Ramaz rossiyskiy uchlik 6 ga 3 profil. Bunisi ham baquvvatadi. Bunga mana yoqib berdi. Mana bu ulaydiganini yoqib berdi bu bolaga. Palslari mana chiqadi. Ulaydi. Bu yog'iga buni motoblokka qotirib qo'yib turib, bir semplab haydab ketaveradi. Mana bo'ldi ular bilan. Endi o'zing narxini aytdi. Olgan narsani odamlarga so'rashinglar bo'ladi. Holatiga 2.600.000 so'mga chiqdi. Bular Donasi 120 so'mdan bo'ldi. Bular 100.000 bo'ldi. G'ildiraklar. Bular ikkala ko'rsatdi. chop ramoslangan narsamiz. Jupi 700.000 bo'ldi. 350.000 so'mdan donasi. Bu ocharimiz 70.000 so'mdan bo'ldi. 2.600.000 so'm pul bo'ldi. Shu akamizga bozor kuni zakaz qilgandik. Chorshanba hafta kuni. 23 hafta. Do'stlar, kelaverasizlar akaga xizmat bo'lsa nomerlarni qo'yib qo'yadi. Bemalol telefon qilaverasiz. Telefon nomerlari mana yozib qo'yilgan. Ha, fantaziya qilishadi. Bo'pti. Oyog'ini yechib, o'qtamda qolasanmi?